Qo'shtepa tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimasi Siddiqova Husnida ham mehnati bilan hurmat qozongan matonatli ayollardan biridir. U ushbu sohada 9 yildan buyon faoliyat yuritib, tuman hududining ko'rkam va ozoda bo'lishi uchun sidqidildan xizmat qilmoqda. Qo'shtepa tumani Shodlik mahallasida yashayman. Oilada biz 3 kishi yashaymiz. 2 farzandim bor. Kattam Feruzbek, o'g'lim 10-sinfda o'qiydi, 24-maktabda. Qizim Sojidaxon 6-sinfda o'qiydi. U ham 24-maktabda o'qiydi. Yolg'iz o'zim boqib, har qancha kamchiliklar bo'lsa, men ishim bor, Xudoga shukr. Shu obodonlashtirishda ishlayman. 9 yildan beri shu ishimiz. O'zimni kasbimdan faxrlanaman. Tozalik, ozodalik hamma yo'qda nima qilib yuramiz. She'rlarimiz bilan opa-singildek bo'lib nima qilib faxrlanaman. Bari she'rlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hammalari bilan faxrlanaman. Bitta qilayotgan ishlarimiz, o'zimiz bir-birimizga nimaki kamchiligimiz bo'lsa, bir-birimizga kamchiligimizni yopishga, bir-birimizga yordam qilishga harakat qilamiz. Shu endi insoniylik yuzasidan hech bo'lmasa mehnatimizni qadrlashlarini, qaysi birlaridir otamiz tengi odamlar ham bor, ularning orasida otamiz, onamiz tengilari ham bor. Har xil aka-ukamiz teng. Ular ham ayollarning qilayotgan mehnatini, shu bizda obodonlashtirishda ishlaydigan ayollarni va boshqalarni qilayotgan mehnatlarini qadrlashlarini xohlagan bo'lardim. Qo'shtepa tumanida mehnati bilan atrofga poklik va tartib baxsh etayotgan ushbu matonatli ayollar issiq yoz, izg'irin qish yoki yomg'irli kunlar bo'lishidan qat'iy nazar har kuni o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashishadi. Bunday fidoyi ayollar o'zining sabr-toqati, mehnatsevarligi va mas'uliyati bilan jamiyatimizda alohida e'tirofga loyiqdir.